Hammaga salom. Bugungi mavzuyimiz oqsillarning strukturaviy tuzilishi. Birlamchi tuzilma bu oqsil molekulasidagi peptid zanjiri bo'ylab joylashgan aminokislota qoldiqlarining chiziqli ketma-ketligidir. Ushbu aminokislotalar o'zaro peptid bog'lari orqali ulanadi va aynan shu bog'lar oqsilning birlamchi tuzilmasini shakllantiradi. Peptid bog'i bu kovalent amid bog' bo'lib, u bir aminokislotaning alfa karboksil guruhi bilan boshqa aminokislotaning alfa amin guruhi o'rtasida hosil bo'ladi. Bu bog' hosil bo'lish jarayoni kondensatsiya reaksiyasi deb ataladi, chunki bunda suv molekulasi ajralib chiqadi. Peptid zanjirining uchlari ham muhim ahamiyatga ega. N uchi erkin alfa amin guruhiga ega bo'lgan aminokislota qoldig'i bilan ifodalanadi. S uchi esa erkin alfa karboksil guruhiga ega bo'lgan aminokislota qoldig'i bilan tugaydi. Polipeptidni nomlashda aminokislota qoldiqlarining qisqartirilgan nomlariga odatda il qo'shimchasi qo'shiladi. Masalan, tripeptid ser, gli, pro, ala quyidagicha o'qiladi: seril, glitsil, prolil, alanin. Peptid bog'ining o'ziga xos xususiyatlari shundaki, u juda mustahkam bo'ladi va odatiy sharoitda o'z-o'zidan uzilmaydi. Bunday bog'lar organizmda asosan maxsus fermentlar, proteaza, peptidazalar yoki peptid gidrolazalar yordamida parchalanadi. Byuret reaksiyasi esa eritmadagi oqsillar va peptidlarni sifat va miqdor jihatdan aniqlash uchun qo'llaniladi. Bu reaksiya tarkibida kamida ikkita peptid bog' bo'lgan moddalar uchun ijobiy natija beradi. Ikkilamchi struktura bu vodorod bog'lari orqali barqarorlashadigan fazoviy tuzilma. Vodorod bog'lari bu vodorod atomining kislorod, azot yoki ftor atomlari bilan bo'ladigan zaif elektrostatik o'zaro ta'siridir. Ikkilamchi struktura turlari: alfa spiral bu proteinlarning ikkinchi darajali tuzilmasi bo'lib, unda protein vodorod bog'larining hosil bo'lishi hisobiga buriladi. Alfa spiralning xususiyatlari shundan iboratki, aminokislotaning qolgan guruhlari spiralning tashqi tomonida joylashadi. Bir burilishda 3,6 ta aminokislotaning qoldig'i bo'ladi, ya'ni vodorod bog'lari birinchi va to'rtinchi aminokislotalar orasida hosil bo'ladi. Alfa spiral hosil bo'lishini buzadigan omillar. Birinchisi, prolin. Bu aminokislota alfa spiral hosil bo'lishda qatnasha olmaydi, chunki u vodorod bog'ini hosil qiladigan atomga ega emas. Prolinda azot atomiga bog'langan vodorod atomi yo'q, shuning uchun u vodorod bog'larini hosil qila olmaydi. Ikkinchidan, ketma-ket joylashgan bir xil zaryadga ega bo'lgan radikallar. Agar bir nechta bir xil zaryadli radikallar ketma-ket joylashgan bo'lsa, ular orasida elektrostatik itarish kuchlari paydo bo'ladi. Bu esa alfa spiral hosil bo'lishini buzadi. Uchinchisi, yaqin joylashgan katta hajmli radikallar. Agar radikallar hajm jihatdan katta bo'lsa va bir-biriga yaqin joylashsa, ular mexanik jihatdan alfa spiral hosil bo'lishini to'sadi. Beta qatlamli struktura bu proteinlarning ikkinchi darajali tuzilmasi bo'lib, unda vodorod bog'lari tartibsiz hosil bo'ladi. Beta qatlamli strukturaning turlari. Birinchisi, parallel beta qatlam. Bu turdagi zanjirlar vodorod bog'lari bilan bog'langan bo'lib, barcha polipeptid zanjirlar bir yo'nalishda joylashadi. N va S uchlari mos keladi. Ikkinchisi, antiparallel beta qatlam. Bu turdagi zanjirlar vodorod bog'lari bilan bog'langan, lekin zanjirlar qarama-qarshi yo'nalishda joylashadi. N va S uchlari mos kelmaydi. Mioglobin va gemoglobinda faqat alfa spiral ikkinchi darajali struktura mavjud. Ba'zi proteinlarda esa faqat beta qatlamli struktura uchraydi. Ko'pgina proteinlarda, masalan, fosfor, glitserat genazida alfa spiral va beta qatlamli struktura birgalikda uchraydi. Uchlamchi struktura bu aminokislotalar zanjirlarining radikallari o'rtasidagi o'zaro ta'sirlar natijasida hosil bo'ladigan 3 o'lchamli fazoviy tuzilma. Uni quyidagi bog'lanishlar mustahkamlaydi: gidrofob o'zaro ta'sirlar, ion bog'lanishlar, vodorod bog'lanishlar, disulfid bog'lanishlar. Ion bog'lanishlar bu gidrofil radikallar o'rtasida hosil bo'ladi va qarama-qarshi zaryadli guruhlar bilan bog'lanadi. Masalan, manfiy zaryadga ega anionlar, ya'ni asparagin va glutamin kislotalarining karboksil guruhlari, musbat zaryadli kationlar, lizin, arginin va gistidin radikallari bilan bog'lanadi. Disulfid bog'lanishlar bu kovalent bog'lanishlar bo'lib, aminokislota sistein radikallarining tiol guruhlari o'rtasida hosil bo'ladi. Ular peptid zanjirining turli joylarida joylashgan bo'lishi mumkin. Disulfid bog'lanishlar ayniqsa hujayra tomonidan sekretsiya qilinadigan oqsillarda keng tarqalgan, masalan, immunoglobulin yoki insulin kabi oqsillarda. Gidrofobik o'zaro ta'sirlar bu suvni yoqtirmaydigan, ya'ni napolyar gidrofobik radikallar o'rtasida yuzaga keladigan o'zaro ta'sirlar. Ular yaqin joylashgan atomlar orasida van der Waals kuchlari orqali shakllanadi. Oqsillarda napolyar aminokislotalarning radikallari molekula ichida yashirinadi, suv bilan aloqa qilmaydi. Polyar radikallar esa tashqi tomonga chiqib, suvli muhit bilan aloqada bo'ladi va shu orqali oqsil suvda yaxshi eriydi, hatto katta molekulyar massaga ega bo'lsa ham. Integrallashgan membrana oqsillarda vaziyat aksincha. Napolyar radikallar membrananing gidrofobik qatlamiga yo'naltiriladi, polyar radikallar esa oqsil ichiga yashiriladi.
Oqsillarning nativ strukturasi oqsilning funksional faol konformatsiyasi bo'lib, u biologik faoliyat uchun zarur. Folding jarayoni bu sintezlangan oqsil zanjirining uch o'lchamli shaklga kelish jarayoni. Shapironlar yoki issiqlik shok oqsillari bu oqsillarning to'g'ri yig'ilishiga yordam beruvchi yordamchi oqsillar bo'lib, ular holding yoki motivation jarayonini amalga oshiradi. Shapironlar turlari. Birinchisi konstitutiv shapironlar. Bu turdagi shapironlar doimiy ravishda yuqori darajada sintez qilinadi va ularning ishlab chiqilishi hujayradagi stress ta'siriga bog'liq emas. Ikkinchisi indutsiylanadigan shapironlar. Bu shapironlarning sintezi normal sharoitlarda past bo'ladi, lekin hujayraga stress ta'siri tushganda ularning sintezi keskin oshadi. Har ikkisi issiqlik shok oqsillariga tegishli hisoblanadi. Shapironlarning roli. Shapironlar hujayradagi oqsillarni stress ta'siridan himoya qiladi. Hujayra turli stress faktorlariga duch kelganda issiqlik shok oqsillarining sintezi oshadi. Issiqlik shok oqsillari xususiyati. Ular gidrofobik qismlarga yuqori darajada bog'lanadi, ayniqsa qisman denaturatsiyalanadigan oqsillarda. Shu orqali ular oqsillarning to'liq denaturatsiyalanishining oldini oladi va ularni nativ, tabiiy konformatsiyasiga qaytaradi. Oqsillarning folding buzilishi bilan bog'liq kasalliklar. Amiloidoz. Oqsillar foldingdagi buzilishlar natijasida ularning xususiyatlari o'zgaradi. Ular suvda yomon eriydigan va agregatsiyaga moyil molekulalarga aylanadi. Shu oqsillar hujayrada fibrillar to'planmalar hosil qiladi. Amiloid hujayralarda yoki to'qimalarda to'planishi natijasida hujayra tuzilishi va funksiyasi buziladi. Degenerativ o'zgarishlar sodir bo'ladi. Biriktiruvchi to'qima va glial hujayralar ortishi kuzatiladi. Alsgeymer kasalligi. Nerv hujayralarida beta amiloid to'planadi. Bu oqsillar erimaydigan fibrillalarni hosil qilib, neyronlarning tuzilishi va funksiyasini buzadi. Prion kasalliklari. Bu kasalliklar maxsus oqsillar, prionlar organizmga tushganda yoki ba'zida spontan tarzda paydo bo'lganda rivojlanadi. Prionlar infeksion xususiyatga ega bo'lib, og'ir va davolash imkoni bo'lmagan kasalliklarni keltirib chiqaradi. To'rtlamchi struktura. Bu bir nechta uchlamchi strukturaga ega oqsil zanjirlarining fazoviy joylashuvidir. U quyidagi bog'lanishlar orqali barqaror bo'ladi. Gidrofobik o'zaro ta'sirlar, ion bog'lanishlar, vodorod bog'lanishlari. Oligomer oqsil deganda to'rtlamchi strukturaga ega oqsil tushuniladi, ya'ni molekulasi bir nechta substansiyalardan iborat bo'lgan oqsil.